men bu bolalardan keyin kelganman. Bu degani biz birinchi kelganmiz, biz xohlaganimizni qilamiz deydigan pozitsiya bor bizda. Xullas holat nima bo'ldi? Yugurib ketib tursam, bitta to'pni otishdi, to'p menga qarab kelib qoldi. Hali to'pni qaytarib yubordim. Qaytarib yuborsam, bitta bola yugurib kelib sorry about that deyapti. Ya'ni kechir bu holat uchun, kechir deb kechirim so'rayapti. Ikkinchi marta ham yugurib ketib tursam, to'p yo'limga tushib qoldi. Haligi to'pga qarab turibman yugurmasdan, hali bola ham meni o'tib ketolsin deyapti, keyin to'pni olaman deyapti. Men ham bormay turay, u bola to'pni olsin deyapman. Keyin bola o'zi keldi, oxiri to'pni oldi. My bad deyapti. Ya'ni uzr deyapti-da. My bad deydi. My bad deb tushunmanglar. Uzr deyapti. Endi nimaga gapiryapman? Agar O'zbekistonda bu holat bo'lganda nima bo'lardi akalar? Ozgina soqoli chiqqan bo'lganida yoki ozgina bir zalga chiqib, trenajyorniy zalda bir qo'lini katta qilib qo'yganda yoki bir qimmatroq bir pentrasi bo'lganida, endi biz O'zbekiston uchun qimmat mashina-yu. Nima qilyapsan bu yerda nariroqda o'ynagini?